Hamsiyajonlar, qanaysizlar? Eson-misizlar, omon-misizlar, sog'ingansizlar bilaman. Yaponiyadan yangi partiya. Sizlarga hozir biram yuragimdan uzib, o'zim iste'mol qilib kelayotgan, undan foyda ko'rgan narsalarimni ko'rsataman. Bu birinchi, mana bu spirulina. Men spirulinani bir 4-5 yil oldin iste'mol qilganimda unchalik ham tushunmaganman va foydasini ko'rmaganman. Lekin nara menga mana toza tabiiy mahsulotdan qilingan spirulinani yuborganlaridan keyin, uni iste'mol qilganimdan keyin, foydasini ko'rganimdan keyin, ishoninglar, men to'g'risini aytsam, umuman nima deydi, kopeyka narsa ichib yurgan ekanman-da. Bundan bitta pachkam hali bor, hali tugamagan. Uni ichib yuribman va zapasga menga o'zimga yana zakaz qildim spirulina. Buni bir ichganda 6 ta 8 tadan ichish kerak ovqatdan oldin. Uyat bo'lsa ham aytaman, ichdagi qotishlar, gaz yig'ilishlari juda ham yordam beradi. Mana shu spirulina. Buni Yaponiyadan zakaz qilish kerak bo'ladi. Meni sevimli proteinchiklarim. Bu proteinlarni ichmabsiz, ishoninglar, hech ozmabsiz. Men to'g'ri ovqatlanishga o'tirganimdan keyin bularni nima deydi, foydasini ko'rishni boshladim. Mana shunaqa termobilionni Uniqlodan menga narichka yubordilar. Mana egnimdagi vodolaska ham Uniqlodan, buni ham o'tgan yili menga nari yuborganlar, ishoninglar. Sovuq tushishi bilan shunga yopishaman. Yupqa, lekin juda ham yaxshi issiq tutadi. Anaqasi materiali juda ham yumshoq, badanga shunaqa yoqadi va eng asosiysi gipoallergenniy. Chunki meni badanim chувствительный bo'lib qolgan va ko'p materiallarga allergiyasi bor va qizarib ketadi, qizarib qichib ketadi. Va mana bunaqa yuvish vositasi o'tgan safar yuborganlari shunaqa yoqdi. Yana yangisini yuboribdilar. Buni ham sinab ko'raman. Va moющие средствоlar hamda nima deydi, stirka uchun sredstvolarni keyingi partiyada yuboradilar. Ularni ham sizlarga obzor qilib beraman. Va albatta sovg'achalar narichkadan bu qo'l kremi hamda sovun, mana bunaqa masочкаlar. Nari biladilar-da, mana anaqa nima deydi? Maska jinnisi ekanligimni har doim menga maska yuboradilar. Bu safar mana bunaqa labimga patchi ham yuboribdilar. Hay, hamsiyajonlar, mana shu narsalar sizlarga ham kerak bo'lsa, darrogina nari Japan Store'ga yozamiz. Bilasizlar, Nargizjon bilan men уже mana 2 yo 3-yil bo'lyapti. Ulardan shu Yaponiyadagi mahsulotlarni zakaz qilib kelyapman. Birontasidan hali nyuans topganim yo'q, faqat foydasini